Shu kunlarda respublikamiz bo'ylab O'zbekiston harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan yangi O'zbekistonning vatanparvar yoshlari shiori ostida ko'rik-tanlovlar tashkil etilmoqda. Jumladan ana shunday tadbirlardan biri Forish tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda o'tkazildi. Ko'rik-tanlovning asosiy maqsadi yosh avlodni vatan taqdiriga daxldorlik, ma'naviy, axloqiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda qonunchiligimizga nisbatan yuksak hurmat ruhida tarbiyalash, erkin fikrlaydigan, mustahkam, bilimli, jamiyatda munosib mavqeini egallash qobiliyatiga ega, mustaqil qaror qabul qilishga qodir bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni ijtimoiy faolligini yanada oshirishdan iborat. Jizzax harbiy prokuraturasi, Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlar, favqulodda vaziyatlar Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashi hamda boshqa hamkor tashkilotlarning mas'ullari ishtirokidagi mazkur tanlovda ixtisoslashtirilgan maktabning yuqori sinf o'quvchilaridan iborat jamoalar ishtirok etdi. Jamoalarning chiqishlarida vatanimiz ozodligi va tinchligi yo'lida qahramonlik ko'rsatgan buyuk ajdodlarimiz va jasur zamondoshlarimizning siymolari va ibratli hayot yo'li, shuningdek yot g'oyalar, odam savdosi, ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlari va unga qarshi kurashish zarurati namoyish etildi. Shuningdek, tanishtiruv shartida ishtirokchilar san'at turlari, milliy raqs, she'r, qo'shiq, xalq o'yinlaridan foydalangan holda o'zlarini tanishtirishdi. Ko'rik-tanlovda o'quvchi yoshlarning vatanga muhabbat va sadoqatini, buyuk ajdodlarimizga bag'ishlangan sahna ko'rinishlari hamda tezkor savol-javoblardagi bilimlari, qolaversa, jismoniy tayyorgarliklari barchada katta taassurot qoldirdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, yangi davr yoshlari jamoasi birinchi va Temuriylar jamoasi ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Tanlov g'olib va ishtirokchilariga hamkor tashkilotlarning diplom va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Shuningdek, eng bilimdon jamoa, eng quvnoq jamoa, ijodkor jamoa va boshqa nominatsiyalar g'oliblari ham munosib taqdirlanishdi.